Ish, hop, hamda demonstratsiya ekranlarini bosib chiqaramiz. Hop, kompyuter tarmoqlarini ko'rayotgandik. Kompyuter tarmoqlari turlari, texnologiyalarini va hokazolarni ko'rib o'tdik. Ana endi bugun axborot xavfsizligi va tahdidlar. Ya'ni tarmoqni xavfsizligini ta'minlash, tarmoqda qanaqa tahdidlar bo'ladi. Ana o'shalarni ko'rib o'tamiz. Manimcha kerak bo'ladigan mavzulardan bittasi, to'g'rimi? To'g'ri ustoz. Har bitta o'zini hurmat qilgan haligi bir qo'pol qilib aytganda IT mutaxassisimiz buni qisman bo'lsa ham yetaklikka bilishi kerak bo'ladi. Ho'p, rejasi axborot xavfsizligining asosiy tushunchalari va terminlari, autentifikatsiya va avtorizatsiya, kirishga ruxsat berishni boshqarish texnologiyalari, trafikni tahlil qilish asosidagi xavfsizlik texnologiyalari, tarmoq transport. Domla, uzr, bitta savolim bor edi. Aha. Sal kech kirib qoldim. Hozir nimani tushuntiryapsiz? Ma'ruzani endi boshladik. Mana kompyuter tarmoqlari o'sha fani, axborot xavfsizligi va tahdidlar. Ha, bo'ldi, hop. Endi shu ikkinchi slaydga endi o'tdik o'zi. Ya'ni tarmoq transport infrastrukturasiga hujumlar, tarmoq xizmatlari xavfsizligi. Xo'sh, birinchi o'rinda ko'rib olishimiz kerak bo'ladi o'zi axborot xavfsizligi nima? Bu axborotni ruxsatsiz kirish, o'zgartirish, oshkor qilish yoki yo'q qilishdan himoya qilish jarayoni. U quyidagi tamoyillarga bo'lingan. Ya'ni bu narsa maxfiylik, yaxlitlik hamda mavjudlik va bularni umumlashtirgan holatda bularga yana ikkitasini bir qo'shishimiz mumkinki, foydalanuvchi ruxsatlari, ma'lumotlarning ishonchliligi va yana bir ma'lumotlarni himoya qilish. Oddiy qilib aytganda, mana shularni hammasi shu ichiga kiradi. Xo'p, tahdid degandachi? Tahdid deganda u yoki bu tarzda axborot xavfsizligini buzilishni potensial imkoniyati tushuniladi. Tahdidni amalga oshirish urinish, hujum, bu urinishni amalga oshiruvchi esa hujumchi deb ataladi. Ko'pincha tahdid axborot tizimlarini himoya qilishda zaifliklarning mavjudligi natijasidir. Tahdid deyilganda endi bitta narsani tushuninglarki, u yerda nafaqat o'sha internet orqali, tarmoq orqali hujumlar, balki boshqa ko'rinishdagi hujumlar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni aytaylikki, elektr tarmog'idan uzib qo'yish yoki o'sha qurilmalarga yoki o'sha kompyuterlarga deymizmi, switchlarga, kommutatorlarga jismoniy shikast yetkazish ham u ham tahdid hisoblanadi. Ya'ni u holatdagi u ham hujum, u ham masalan uni unaqa qilgan ishlarni amalga oshirgan ham ular ham hujumchi deb bemalol atashimiz mumkin bo'ladi. Nafaqat balki o'sha dasturiy jihatdan, fizik jihatdan ham zarar yetkazganlarni ham uni ham tahdid deb ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, xavfsizlik tahdidlari va tarmoq hujumlari aniqlanadi. Masalan, kompaniyalarning serverlariga kechirasiz, do'st hujumi yoki phishing orqali xodimlarning maxfiy ma'lumotlarini o'g'irlanishdan xavf bo'lishi mumkin. Xo'sh, phishingni eslaysizlarmi nimaligida? Phishing? Do'st hujumlari yoki mana phishing xatlari deyilyapti. Phishing deyilganda bu o'sha foydalanuvchini har xil xatlar bilan chalg'itish, ya'ni uni servisi, ya'ni uni pochtasini yoki uni bir tizimini har xil reklama deymizmi yoki boshqa turdagi ma'lum bir ma'noga ega bo'lmagan deylik, xatlar bilan, xabarlar bilan to'ldirib tashlash. Keyingi xo'sh, bu tahdidlarni kamaytirish uchun axborotni himoya qilish choralari ko'riladi. Masalan, antivirus dasturlari o'rnatish va xavfsizlik devorlaridan, ya'ni firewalldan foydalanadi deyilyapti. Ya'ni keyingi bosqichda kompaniya xalqaro xavfsizlik standartlari, masalan, o'sha ISO 27001 amal qilish orqali o'z tizimini mustahkamlashi mumkin bo'ladi. Ana undan keyin foydalanuvchi shaxsni tekshirish uchun autentifikatsiya usullari, ya'ni parol, ikki bosqichli tekshiruv yoki biometrik autentifikatsiya qo'llaniladi. Demak, birma-bir o'sha narsa bosqichma-bosqich amalga oshirilib keladi. Shundan so'ng har bir foydalanuvchining huquqlari aniq belgilanadi.
ya'ni avtorizatsiya jarayoni amalga oshiriladi. Masalan, oddiy xodimlar faqat o'zlariga tegishli ma'lumotlarga kira oladi, administrator esa butun tizimga boshqarish huquqiga ega bo'ladi. Xo'p, bir eslab ko'ringlar, autentifikatsiya bilan avtorizatsiyani farqi nima deydi? Esinglarda bormidi? Xo'sh, demak, esinglarda yo'qqa o'xshaydi. Eslatib o'tib ketamiz. Autentifikatsiya bu tizimga kirishni o'zini tanishtirish. Avtorizatsiya kelganda, ya'ni o'sha ma'lum bir saytga yoki ma'lum bir tizimga o'sha ma'lumotlardan foydalanish yoki qaysi holatda foydalanish mumkin. Ya'ni oddiy ishchi holatida, administrator holatida, aytaylik direktor va hokazo holatida ishlashga ruxsat berilishi. Ana o'sha narsani, ya'ni avtorizatsiyadan o'tgan holatda foydalanishi mumkin bo'ladi. Hop, oxirgi bosqichda esa kirishga ruxsat berish modellarini ishlab chiqish va foydalanuvchini identifikatsiyasini avtomatlashtirish orqali tizim xavfsizligi to'liq mustahkamlanadi. Masalan, xodimlar faqat o'z ID kartalari yoki barmoq izlari orqali korxona tarmog'iga kira olishi mumkin deyilyapti. Hop, mana tarmoq xavfsizligini ta'minlashga ko'rsatilgan umumiy bir chizma bor. Bu chizmada markaziy nuqta sifatida berilgan bo'lib, tarmoq xavfsizligi. Unga 7 xil himoya mexanizmi bog'langan. Tarmoq monitoringi, trafik filtratsiyasi, deep packet inspection, DPI, ya'ni do'st hujumlardan qarshi himoya, man in the video hujumlardan himoya va VPN texnologiyalari. Ya'ni asosiy mana shu 7 ta filtrdan kechirasizlar. 6 ta filtrdan o'tib kerak. Ya'ni bu joyda nechta? 6, 7 ta degan-ku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta ekanda, lekin chizmada kamroq nisbatan. Ushbu usullar orqali tarmoqdagi tahdidlar aniqlanadi, zararli trafik bloklanadi, ma'lumotlar shifrlanadi va foydalanuvchilarning xavfsiz ulanishi ta'minlanadi. Bu tizim birgalikda ishlashi orqali kiberhujumlarni oldini olish va ma'lumotlarning yaxlitligini hamda maxfiyligini ta'minlashga yordam beradi. Xo'p, zamonaviy axborot xavfsizligi uchun asosiy yo'nalishlar deb qo'yibdi. Demak, ma'lumotni saqlab qolish uchun nimalarni amalga oshirgan holatda saqlashimiz mumkin? Ya'ni birinchisi bulutli xizmatlardan, ya'ni bulutli xizmatlar xavfsizligidan foydalanish, IoT xavfsizligidan foydalanish, mobil tarmoq xavfsizligi, zamonaviy xavfsizlik strategiyalarini ishlab chiqib, unga shu strategiyaga amal qilishimiz kerak bo'ladi hamda xavfsizlik siyosatidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, axborot xavfsizligi tamoyillari, ya'ni bu asosiy ustuni ko'rsatib o'tilgan, ya'ni maxfiylik, yaxlitlik va mavjudlik. Ya biror bir narsani qo'shishimiz mumkinmi? Рафаэль, можно сюда что-то еще добавить? Нет, пока не вижу, что можно добавить. Mhm. Keyingisi, xavfsizlik tahdidlari qanday boshqarilishi kerak? Demak, birinchi o'rinda tahdidlarni klassifikatsiya olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni turlarga bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. U aslida qanaqa aytaylikki, qanaqa tahdidligini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha oddiy tahdid deymizmi yoki murakkab tahdid deymizmi yoki uni kuchiga qarab belgilab olamizmi? Ma'lum bir klassifikatsiyaga bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyinchalik uni o'sha tahdidlardan qanaqa himoya qilishimiz mumkin? Ana o'sha masalani ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni xavfsizlik siyosatlari va strategiyalari orqali tahdidlardan himoya qilishimiz zarur bo'ladi va uchinchisi jamiyat ta'sirini tushunish. Ya'ni tahdidlardan kelib chiqadigan salbiy ta'sirlarni tushunish, ularni jamiyat va iqtisodiyot ta'siri kamaytirishga yordam beradi. Ya'ni asosiy nima shu bir tahdidlardan himoya qilish usullari ko'rilgan ekan. Xo'p, keyingilarida bo'lsa, yana o'sha tahdidga, xavfsizlikka bo'lgan tarmoq hujumlari va strategiyalar ko'rsatilgan. Ya'ni do'st hujumlari bu
Ya'ni bu tizimni ishdan chiqarish uchun sun'iy trafikni oshirish orqali amalga oshiriladi. Ya'ni malware, zararli dasturlar bu tizimlarga zarar yetkazish maqsadida zararli kodlardan foydalanishni anglatadi. Bunga javoban xavfsizlik choralarini amalga oshirish zaruriyati ta'kidlanadi. Ya'ni tizim himoyasini kuchaytirish uchun chora-tadbirlar ko'rishi kerak bo'ladi. O'ng tomonda esa hujumlarning ijtimoiy muammolari ko'rsatilgan, ya'ni phishing bu foydalanuvchilarni aldash orqali maxfiy ma'lumotlarni o'g'irlash usuli. Unga qarshi kurashish uchun foydalanuvchi xabardor qilish, ya'ni foydalanuvchilarga kiberxavfsizlik haqida ma'lumot berish va ularni hushyorligini oshirish zaruriyati ko'rsatiladi. Rasmlarning markaziy qismida esa xavfsizlik choralari va tahdidlar o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalovchi, ya'ni har bir tahdidga qarshi mos strategiya ishlab chiqishi kerak bo'ladi. Aynan mana o'sha narsa bu joyda ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni phishing bor vaqtda malware qanaqa xavfsizlik ishlaydi va qanaqa xavfsizlik choralarini amalga oshirish kerak bo'ladi. Yoki phishingga hujumga o'tgan vaqtda foydalanuvchini xabardor qilish va unga keyingi qadamlarini nima qilish kerakligini ko'rib, nazorat qilib borish nazarda tutiladi. Xo'p, bu joyda axborot xavfsizligini himoya qilish to'g'risida, usullari to'g'risida gapirilgan ekan. Ya'ni kriptografiya, xavfsizlik devorlari hamda antivirus dasturlari. Xo'p, nima qo'shishimiz mumkin yo yetarlimi? Mayli, bu joyda asosan 3 tani ko'rsatib o'tilgan, ya'ni kriptografiya bilamiz, ma'lumotlarni shifrlash orqali maxfiyligi ta'minlanadi. Keyingisi xavfsizlik devorlari deyilgan, ya'ni tarmoq orqali o'tayotgan ma'lumotlar nazorat qiladi. Xavfsizlik devorlari deyilganda o'sha firewall nazarda tutiladi. Hamda antivirus dasturlari zararli dasturlarni aniqlaydi va to'sqinlik qiladi. Antivirus dasturlarining qanaqa ishlashini bilamiz. Virtual himoyalangan tarmoq strukturasi mana quyidagicha ko'rsatilgan. Ya'ni foydalanuvchi kompyuterlar LAN bog'lanish orqali marshrutlashtiriladi. Keyinchalik u narsa internetga chiqib borishi mumkin bo'ladi. Yoki mana qolgan himoyalangan LAN segmentlarini ham ko'rsatilgan. Ularni ham xuddi shu holatda, ya'ni VPN shluz orqali amalga oshirilgan. Xo'p, tarmoq qurishda xavfsizlik talablariga rioya qilish. Xo'p, mana bir nechta talablar ko'rsatilgan ekan. Ya'ni ushbu tarmoq quyidagi xavfsizlik talablariga ega, deyapti. Har bir bo'lim bosqichdagi talablar. Demak, development bo'limi faqat production bo'limi bilan xabar almashish huquqiga ega, ya'ni management va serverlar bo'limi bilan bog'lana olmasin deyilmoqda. Yoki production bo'limi esa faqat development bo'limi bilan xabar almashish olsin, ya'ni management va server bo'limlari bilan bog'lana olmasin dedi. Ya'ni ularni ham foydalanish usullariga qarab bor ekan. Keyingisi foydalanuvchi bosqichi talablari deyilgan. Ya'ni ularni maxsus bir o'zingizlar ko'rib chiqasizlar va bu joyda mana o'ng tomonda ya'ni o'sha kompyuterlarning o'zaro bog'langangi holati, ya'ni qaysi bo'limlar qaysi bo'limlar bilan bog'lanishi mumkin, qaysi biri bog'lanishi mumkin emas va albatta u narsa mana o'sha host bilan IP adreslari bilan ko'rsatib o'tilgan. Xo'p, keyingi slaydimiz ISO 27001 tashkiliy xavfsizlik ta'siri. Xo'p, buning ichida nimalar ko'rilar ekan? Birinchisi, xavfsizlik imkoniyatlarini oshirish, ikkinchisi risklarni kamaytirish, xavfsizlik siyosatini mustahkamlash hamda audit natijalarini tahlil qilish. Xo'p, ana endi bevosita autentifikatsiya, avtorizatsiya va kirishga ruxsat berishni boshqarish texnologiyalarini ko'ramiz. Xo'p, bular bilan menimcha to'qnash kelgansizlar. Bular bilan ishlagansizlar, to'g'rimi? Demak, autentifikatsiya birinchi o'rinda aytishimiz mumkinki, o'sha narsani o'zini tizimga tanishtirish. O'zini tizimni tanishtirgandan keyin u o'sha balki ma'lum bir elementlar orqali o'sha tizimga kirish mumkin bo'ladi. U mana masalan biz eng ko'p o'rganib qolganimiz o'sha Face ID orqali yoki haligi barmoq izlari deymiz, o'sha orqali. Hozirgi vaqtda endi bizda umuman foydalanmayotgan haligi ko'z qorachig'ini izi orqali
Va yana bu joyda yana qo'llanish mumkin bo'lgan elementlardan bittasi bu smart karta orqali, ya'ni o'sha avtorizatsiyadan o'tgandan keyin ya'ni autentifikatsiyadan o'tgandan keyin avtorizatsiyadan foydalanish uchun. Ho'p, ana endi axborotlarni tizimlarni e, tahlili deyilgan, ya'ni axborot xavfsizligida ham o'zini tizimlari bor. Demak, har xil tizimlar bor. Va bu tizimlarni o'ziga yarasha bir nomlanishi turi bor. Ya'ni xuddi shunday Airbag tizimi bor. Ya'ni u tizimlarni turi ko'p. Ya'ni bittasi mana misol uchun Airbag tizimi ko'rsatilgan. Ya'ni buning ichiga nimalar kiradi? Xo'p, operatsion nazorat. Ya'ni operatsion nazorat xavfsizligini oshiradi, keyin foydalanuvchini lekin foydalanishni qiyinlashtiradi. Ikkinchisi oson kirish. Ya'ni oson kirish xavfsizlikni kamaytiradi, lekin foydalanishni osonlashtiradi. Xo'p, aniq huquqlar, ya'ni aniq huquqlar xavfsizlikni va foydalanishni oshiradi va kam xavfsiz tizimlar foydalanuvchilarga qiyinchilikni tug'diradi. Xo'p, undan keyingi tizimimiz ham borish kerak edi. Yo'q, u yo'q ekan. Kirish boshqarish modelining afzalligi va kamchiliklari nimadan iborat ekan? Xo'sh, bu holatda mana 3 xil bir bo'limlari bor ekan. Ya'ni MAC modeli deyilgan, DAC modeli deyilgan hamda Airbag modeli deyilgan. Ya'ni MAC modelida xavfsizlik ma'lumotlarning ochiqligidagi ish faoliyatini cheklash ko'rilgan ekan. DAC modelida esa erkinlik nazoratni zaiflashtirish kutilgan ekan. Airbag modelida esa murakkablik va moslashuvchanlikni yetishmasligi nazarda tutilgan ekan. Hop, bu uchalasida ham, ya'ni kirish boshqarish modellari hisoblanadi. Agar mana uchalasini ko'radigan bo'lsak ham o'ziga yarasha plus va minus deymiz ham, hali yaxshi yomon tomonlaridan iborat ekan. Xo'p, demak, identifikatsiya va avtorizatsiya mexanizmlari ko'rsatilgan ekan. Xo'p, birinchisi foydalanuvchi identifikatsiyasi, ya'ni foydalanuvchi tizimga o'zini tanitadi. Xo'p, bu shu ro'yxatdan o'tishimiz, hali ism, familiyani keltirishimiz va hokazo o'zimizga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni kiritishimiz orqali. Kerberos identifikatsiyasi Kerberos shifrlash orqali identifikatsiyani ta'minlaydi. Ya'ni shunaqa bir shifrlash turi bor, o'sha shifrlash amalga oshirilgan holatda amalga oshiriladi. Va AUS ruxsat berishi, ya'ni uchinchi tomonlarga xavfsiz ruxsat beradi. Ya'ni admin bor, masalan, aytaylikki direktor bor va ba'zi bir holatlarda boshqa bir foydalanuvchi kirishi mumkin bo'ladi. Shu holatda, ya'ni o'sha AUS ruxsat berishdan foydalanish mumkin bo'ladi. Va uchinchisi SAML ma'lumotlar almashish, ya'ni turli tizimlar o'rtasida identifikatsiya ma'lumotlarini almashish nazarda tutiladi. Xo'p, keyingisida RIP V2 protokol identifikatsiyasi ko'rsatib o'tilgan. Uni ishlash tizimi, uni qanaqa vazifalarni bajarishi, ya'ni o'sha kod orqali o'sha aytaylikki uni buyruqlar orqali deymizmi, avtorizatsiya orqali ishlashi, uni ham o'zim juda ham bir yaxshi tushunolmayman, lekin taxminan shu ko'rinishda bo'lar ekan. Bir murakkab narsa. Xo'p, AirGPR protokol identifikatsiyasi sozlamalari bilan xuddi shu holatda ishlaydigan. Ya'ni autentifikatsiyasi mana kiritilyapti, IT password deyilgan, anti-password, ya'ni o'sha parolni kiritishimiz va avtorizatsiyadan o'tishimiz kerak bo'ladigan, ya'ni o'sha kalitlarni ishlatishi va interfeysdan kelgan ma'lumotlarni hamda autentifikatsiyani qabul qilish kabi ma'lumotlar ko'proq ko'rilgan. Demak, keyingisida trafikni tahlil qilish asosida xavfsizlik texnologiyalari. Ya'ni birlashtirilgan xavfsizlik strategiyasi deyilgan ekan. Birinchi, buning ichiga nima kiradi? Ya'ni tarmoq trafikini tahlil qilish, IDC tizimlari hamda EPC tizimlari. Tarmoq xavfsizlikni kuzatish jarayonida esa Wireshark tomonidan tarmoq trafikini kuzatish, ya'ni real vaqtda tarmoq trafikini kuzatadi va analiz qiladi. Keyingisi Snort tomonidan tahdidlarni aniqlash va bloklash. Ya'ni xavfsizlik tahdidlarini aniqlash va bloklash uchun ADC va ISP tizimi
sifatida ish vazifasini bajarib borarkan hamda monitoring jarayoni. Ya'ni tarmoq monitoringini, ma'lumotlarni oqimini nazorat qilib, xavfsizlik muammolarini tezda aniqlashga yordam beradi. Ana endi keyingisida trafik filtratsiyasi deyilgan. Trafik filtratsiyasida bevosita o'sha modemlar, firewalllar foydalaniladi. Ya'ni mana u joyda ko'rsatilgan mana tarmoqqa ulangan boshqa qurilmalar, kompyuterlar, laptoplar va hokazo u modemga keladi. Keyinchalik o'sha kirmoqchi bo'lgan tashkilotni firewalliga uchraydi. Ya'ni o'sha u maxsus bir qurilma bo'ladi. Ya'ni hujumlardan va boshqa turdagi e, ya'ni xavfsizlikni qo'llash uchun qarshiliklardan himoya qiladi. Va keyinchalik mana ko'rib turibsizlar, yashil bilan belgilangan trafik filtratsiyasi xavfsizlik devorlari hamda qo'llanish sohalarini ko'rgan. Ho'p, ko'rishimiz kerak bo'lgan keyingi anaqalarimiz, ma'lumotlarimiz, ya'ni DOS hujumlari tushunchasi. DOS, ya'ni Distributed Denial of Service hujumlari tarmoq resurslarini to'ldirish orqali xizmat ko'rsatishni uzish uchun mo'ljallangan. Ho'p, usullar va strategiyalar. DOS hujumlarini oldini olish uchun filtrlash, proksi va trafikni boshqarish kabi samarali strategiyalar qo'llaniladi. Monitoring va javob berish. Hujumlar davomida zamonaviy monitoring tizimlari va tezkor javob choralarini joriy etishi muhimligi ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni bular ham ya'ni mana o'ng qo'lda rasmlarda ko'rsatilgan DP texnologiyasi va xavfsizligi ko'rinishida, ya'ni xuddi bir shesternaga o'xshab, ya'ni bir-biriga bog'liqlik joyi bor deb, ya'ni DP tahlili, bu tahlildan o'tgandan keyin muammoni aniqlanadi. Muammoni aniqlangan tahdidni oldini olish kerak bo'ladi va oxirida xavfsizlik siyosatlarini kuchaytirishimiz kerak bo'ladi. Hop, IP spoofing haqida. Spoofing, agar to'g'ri qilgan bo'lsam, tarmoq xavfsizligiga tahdid soluvchi asosiy xavflarni va ularni aniqlash hamda oldini olish usullarini ko'rsatadi. U 3 ta asosiy tahdidni tasvirlaydi. Ya'ni birinchisi IP spoofing tahlili qizil bilan ko'rsatilgan. Ya'ni bizning holatda bu usul hujumchilarga tizimlarni aldash va turli IP manzillarini soxtalashtirish orqali ruxsatsiz kirishga imkon beradi. Ikkinchisi TCP hamda UDP hujumlari. Ya'ni to'q sariq shaklida ko'rsatilgan ekan. Ya'ni tarmoqdagi ma'lumotlar paketlarini o'g'irlash, yo'q qilish yoki noto'g'ri boshqarish orqali tizim ish faoliyatini sekinlashtirish yoki ishdan chiqarishga tahdid hisoblanadi. Keyingisi IDC roli, ya'ni ko'k rangda biz mana bu joyda ko'rsatilgan bo'ladi. Ya'ni tarmoqdagi shubhali harakatlarni aniqlash va bloklash uchun ishlatiladigan intrusion detection system, ya'ni xavfsizlikni ta'minlashga muhim ahamiyatga ega bo'ladi va bu joyda mana o'sha misollar keltirilgan. Ya'ni adashtirish uchun o'zgaruvchan IP manzillardan foydalanish, paketlarni yo'q qilish va shubhali faoliyatni aniqlash va bloklashga qaratilgan ekan. Xo'p, keyingi slaydimizga DNS xavfsizligi tahdidlari va himoya choralari deyilgan ekan. Ya'ni ayni o'sha mana DNS huquqbuzarliklari nimaga olib keladi, xavfsizlik siyosati nimaga olib keladi hamda shifrlash nimaga olib kelishini hammasini o'sha mana VPN orqali, ya'ni VPNni o'chirgan holatda deyilyapti. VPNni foydalanmagan holatda shuni amalga oshirishimiz. Ya'ni birinchisi noto'g'ri yo'naltirish tizimni zaiflashtirishga olib kelishi mumkin. Xavfsizlik siyosatni kuchaytirish, monitoring joylarini ishlashi hamda shifrlash va himoya mexanizmlari nazarda tutilgan. Ya'ni bu narsani o'zinglar ham bir qo'shimcha holatda adabiyotlardan ko'rib olishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingisi tarmoq xizmatlari xavfsizligi deb qo'yibdi. Xo'p, bu uchun asosiy komponentlar, ya'ni VPN, tarmoq infratuzilmasi kechirasizlar, hamda shifrlash protokollari.
Xo'p, VPN nimadan tashkil topgan ekan? Ya'ni shifrlangan aloqalar, ya'ni aloqa kanallari hamda internet orqali xavfsizlik. Tarmoq infratuzilmasiga esa xavfsiz tarmoq tuzilishi hamda integratsiya qilish va shifrlash protokollariga esa axborotni himoya qilish hamda maxfiylikni saqlash kirarkan va bu narsani hammasi ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlarkan. Xo'p, ana endi bevosita veb server xizmati, ya'ni veb server xavfsizligi. Ya'ni aytishimiz mumkinki, eng asosiy xavfsizlikni ta'minlash kerak bo'lgan elementlardan bittasi hisoblanadi. Ya'ni ular nimadan tashkil topadi? Bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, kelinglar mana ko'ramiz. Demak, kirish nazorati. Ya'ni veb serverlarga kirishni boshqarish va cheklash. Xo'p, shifrlash mexanizmlari deyilgan ma'lumotlarni himoya qilish uchun ma'lumotlarni kodlash. Xo'p, xavfsizlik devorlari, ya'ni firewalllar. Tarmoqni himoya qilish uchun filtratsiya, ya'ni filtratsiyani o'z vaqtida ishlab turishi. Antivirus dasturlari, zararli dasturlardan himoya qilishi. Bilasizlar, o'sha bazani yengillab bo'layotgan hujumlardan, boshqa zararli dasturlardan himoya qilish nazarda tutiladi. EDS tizimlari xavfsizlikni aniqlash va kuzatish, monitoring qilish, do'st hujumlari xavfli kechirasizlar, xavfli trafikni boshqarish, buni kesish va SQL injection deyilgan ma'lumotlar bazasini manipulyatsiyalashdan himoya qilish nazarda tutilar. Xo'p, keyingisi elektron pochta xavfsizligi tizimi. Xo'p, elektron pochtadan manimcha hammamiz foydalanamiz. Undan qanaqa himoyalanishni bilamizmi hech? Elektron pochtani o'zini filtratsiyasi bor. O'shani hech ishlatganmisizlar? Oranglarda kimdir bormi shuni ishlatgani filtratsiyasini? По-моему, hammada bor. Google pochtada spam shu filtratsiya emasmi? Da. O'shani Reklama orqali o'chirsam kirmaydi. yo'q, mana masalan, men Google pochtasidan juda ko'p foydalanmayman-ku, asosan foydalanganim yo'q. Endi oxirgi payt undan ham foydalanmay qo'yildi odam, lekin o'sha joyda filtratsiyani yoqish imkoniyati bor edi. Ancha oldin yoqib qo'yganman. Ana o'shandan keyin barcha ma'lumotlarni filtrlaydigan bo'lgan. Ya'ni rasilkalarni alohida, spam deb o'ylagan ma'lumotlarni alohida bitta papkaga qo'yadi va asosiy xat, ya'ni umumiy xat sifatida ko'rganlarni esa uni ham bir alohida papkaga saqlab, uni ajratib qo'yadi. Xo'p, elektron pochta himoyasi. Elektron pochta hisoblari uchun kuchli parollar va identifikatsiya usullaridan foydalanish kerak bo'ladi. Xo'p, phishingni aniqlashda esa foydalanuvchi phishingni xatlari va shubhali havolalar haqida ogohlantirish orqali bo'ladi va ularni bartaraf etish uchun, ya'ni xavfsizlik kurslari kerak bo'ladi. Foydalanuvchilarga elektron pochta xavfsizligi bo'yicha amaliy bilimlarni berish. Xo'p, keyingi slaydimiz, ya'ni elektron pochta xavfsizligini oshirish. Xo'p, bu qanaqa amalga oshirilar ekan? Ya'ni foydalanuvchilarni o'qitishdan boshlanadi. Ya'ni o'qitishdan bo'lganda, ya'ni qo'yilgan bir necha qadamlari bor. Ya'ni kuchli parollarni ishlatish. Hali bizga odat bo'lib qolgan-ku, 1 dan 8 gacha yoki hali ma'lum bir harflarni ketma-ketligi terib qo'yiladi. Mana o'sha holat emas, ya'ni qanaqadir bir ma'lum bir parollarni ishlab chiqib o'ylab topish kerak bo'ladi. Xo'p, phishingni aniqlash, ya'ni o'sha hujumlarni aniqlash hamda unga chora ko'rish, amaliy xavfsizlik kurslarini bitirish hamda oxirida xavfsiz elektron pochta amaliyotlariga ega bo'lar ekanmiz. IoT xavfsizligi tahdidlari. Xo'p, IoT deganda o'zi nima ko'z oldimizga keladi? Kim esla oladi? IoT nima edi? IoT texnologiyalar. IoT texnologiyalar deyilganda, mana masalan IoT texnologiyalar deyilganda o'zi odatda internet narsalar deb yuritiladi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri tarjimasi
o'sha aytishimiz mumkinki internet narsalari deb yuritiladi. Ya'ni bundan o'sha internetda foydalangan o'sha qurilmalarimiz nazarda tutiladi. Ho'p, demak birinchisi qurilmalarning zaifliklari. IoT qurilmalarining past himoyasi xavfsizligini pasaytiradi. Ho'p, bu narsa esa ma'lumotlarni o'g'irlanishiga olib keladi. Ya'ni IoT qurilmalardan olingan ma'lumotlar o'g'irlanish xavfda bo'ladi va tizimlarga ta'siri bo'ladi. Ya'ni IoT qurilmalaridan kirish tizimlariga katta tahdidlar keltirilishi mumkin. Ho'p, tarmoq xavfsizligini qanday usullar bilan oshirishimiz kerak bo'ladi? Ya'ni qanday oshirish mumkin? Ho'p, demak, bir necha qadamlar ko'rsatib o'tilgan. Birinchisi, mobil tarmoq tahdidlarini kamaytirish. Ya'ni xakerlik va phishing hujumlarini kamaytirish orqali xavfsizlikni oshirishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi qadamimiz xavfsizlik nazoratini amalga oshirish. Ya'ni muammolarni aniqlash va bartaraf etish uchun xavfsizlik nazoratidan foydalanish. Va Wi-Fi orqali himoyasini, ya'ni Wi-Fi himoyasini kuchaytirish bo'ladigan bo'lsa, WAP3 kabi zamonaviy shifrlash protokollaridan foydalanish orqali Wi-Fi xavfsizligini ta'minlash kerak bo'lar ekan. WAP3 texnologiyani hali, shifrlash protokolini lekin hali o'zim ko'rmaganman, bir ko'rib chiqish kerak bo'lar ekan. Hop, keyingisida mana kommutatorda port security funksiyasini ishlash tartibi. Ya'ni bu joyda mana boshqariladigan kompyuter, kommutator ko'rsatilib, boshqariladigan kommutator kechirasizlar. Keyingisi boshqariladigan kommutator portiga ulangan boshqa kommutator hamda boshqa foydalanuvchilar. Ya'ni portni maksimal qabul qiluvchi MAC adreslar soni 2 ta bo'ladi va shularni nazorat qilib borish orqali ish tartibi amalga oshiriladi. Xo'sh, xavfsizlik strategiyalari va usullari. Xo'p, buning ichiga nimalar kirar ekan? Xavfsizlik nazoratlari xavflarni kamaytirish usullarini qo'llab-quvvatlaydi. Kiber tahdidlarga qarshi chora-tadbirlar ko'rish, ya'ni kiber tahdidlarga tadbirlar zamonaviy strategiyalarni talab qiladi. Buni ishlab chiqish kerak bo'ladi. Hamda kuchli autentifikatsiya usullarini ommaviy ma'lumotlarni himoya qilishda muhimdir. Ya'ni autentifikatsiyani joyiga qo'yish kerak bo'ladi albatta. Hamda tahdidlar haqida xabardorlik, ya'ni tahdidlar haqida xabardorlik vazifalarini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega deyilgan. Xo'p, xavfsizlik siyosati. Xavfsizlik siyosatining mohiyati nimadan iborat ekan? Demak, xavfsizlik siyosati tashkilotning ma'lumotlarini himoya qilish uchun belgilangan prinsiplar va choralarni o'z ichiga oladi. Siyosatni ishlab chiqish. Demak, xavfsizlik siyosatini ishlab chiqishda tashabbuskorlik, shaffoflik va barcha xodimlarning ishtiroki muhim hisoblanadi. Hamda amalga oshirish bosqichlari. Tashkilotda xavfsizlik siyosatini samarali amalga oshirish uchun to'g'ri uslub va nazorat mexanizmlari ishlab chiqilgan bo'lishi zarur. Va buni amalga oshirishda ijobiy va salbiy tomonlari ko'rsatib o'tilgan ekan. Keling, mana salbiy tomonlardan boshlaylik. Ya'ni resurs talab qiluvchi, birmuncha murakkab, o'zgarishlarga qarshilik ko'rsatuvchi, doimiy monitoring qilish va o'qitish talablari. Ijobiy tomonlarga nimalar kiradi? Ma'lumotlarni himoya qilishi, aniq prinsiplarga suyanishi, xodimlarning muntazam ravishda ishtiroki, tizimning shaffofligi hamda samarali nazorat buning ichiga kirar ekan. Xo'p, ma'lumotlarni himoya qilish va tizimlarni mustahkamlashda asosiy bu o'sha axborot xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan ekan. Ya'ni uchta narsa, ya'ni audit jarayoni, monitoring amaliyotlari hamda audit tavsiyalar. Ya'ni audit jarayoniga ma'lumotlarni himoya qilish kirar ekan, zaifliklarni aniqlash. Xo'p, monitoring amaliyotiga esa tezkor javob hamda doimiy nazorat. Ya'ni kerilgan savolga tezda javob berish hamda doimiy nazorat qilib borish ekan. Ya'ni tezkor javob deilganda nafaqat o'sha javob, balki o'sha so'rovga yoki hujumga. Va audit tavsiyalari deyilgan, ya'ni tahlil qilish hamda tuzatish choralarini ko'rish. Kelgan ma'lumotlarni tahlil qilish kerak bo'ladi. Ya'ni qanaqangi hujumlar, qanaqa yangi hujumlar ishlab chiqilgan, qanaqangi tahdidlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi va ularni ham tahlil qilgan holatda tuzatish choralarini ko'rish uchun tavsiyalarni berishi kerak bo'ladi. Hop, xulosani sizlardan eshitamiz. Nima deysizlar?
O'rta talabalar. Mani kinoda aytadi, musiqachilar ne jim bo'lib qoldinglar deydi-ku. Imom Vasilishda. 1,5 минуты осталось. Не, мы презентацию закончили, и у нас в конце осталось сделать вывод. И ты сказал, что выводы сделаете вы по презентации. Какие выводы у вас? Мгм. По презентации. Ну, по лекции, да. У меня как бы не вывод, а вот вы сказали аутентификация, идентификация и Авторизация. верификация. Авторизация. Да. И авторизация, да. Мгм. Вот как вот можно по-простому их вот точно отделить? Вот есть какой-то вот такой, чтобы запомнилось, да? Что вот это Авторизация, аутентика. Мгм. авторизация, когда вы проходите регистрацию. А нет, Ага. подождите, я перепутал. Вот точно я путаю сейчас. Вот одну вещь, когда вы знакомите себя, Да, на втором, давайте какая у вас будем. роль, Мгм. а на третьем, на какие информации вы можете владеть, на какие вы можете работать. Доступ. Да, доступ.